Fuqarolarning e'tirozlari va murojaatlariga sabab bo'layotgan omillarni bartaraf etish maqsadida viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i 4-sektor rahbari Yangiariq tumanidagi Sherobod mahallasida fuqarolar bilan uchrashdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. To'g'ridan-to'g'ri va ochiq muloqot qilish maqsadida o'tkazilayotgan ommaviy sayyor uchrashuvlarda birinchi navbatda mahallaning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash, aholining yashash sharoitini kengroq o'rganish imkoniyati yaratiladi. Bu jihatlar 4-sektor rahbarining navbatdagi sayyor qabulida ham namoyon bo'ldi. Unda kelib tushgan murojaatlar asosan chorvachilik va tikuvchilikka imtiyozli kredit olish, ko'chalar kesishmasiga, yo'l belgilari va svetofor o'rnatish hamda chiqindilar o'z muddatida olib ketilmayotganligi, piyodalar yurishi uchun yo'lakcha tashkil etish bilan birga subsidiya mablag'larini ajratish masalalari bo'ldi. Mahallamizda ishlab chiqarish bo'yicha tadbirkorlikni yo'lga qo'yacakman va bu tadbirkorlikda 4 fuqaromizni ish bilan ta'minlashni reja qilib turibmiz va bu bo'yicha bana kredit kerak bo'lib turibdi. Shularga o'zlarimiz murojaatlarimizni yo'lladik. Ular mana tez orada amaliy yordam ko'rsatishlarini aytdilar. Kreditni olganimizdan keyin shu o'zlarimiz mahallada navbatdan mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yacakman. Erkin muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda fuqarolar tomonidan mahallani rivojlantirish borasida ko'plab takliflar ham bildirildi. Sektor rahbari har bir murojaatga huquqiy maslahatlar berib, barchasi nazoratda ekanligini ta'kidladi va tegishli idora rahbarlariga topshiriqlar berdi.